Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa, yana bitta Qirg'izistonning high-tech darvozasini qora kraskalarni sepibdi. Qora kraskamiz Deb Black, xudo xolasa, cho'tka holatda chiqadi. Mana ko'pga qolganmiz. To'n darvozani sepib bo'lgandan keyin mana shu holatda ko'pga qilib turib, bu yerlarga mana gruntovkasini jillab turib sepamiz mana. Gruntovkasini mana bu tarafdan ham sepganmiz mana. Jilorlab gruntovkani chiqazib mana. Kirlar chiqadi va chista bit chiqadi. Chista bo'lgan joyi Deb Black sepsangiz xudo xolasa o'ynab chiqadi. Energiyaga bo'ladigan joylari bor, paddozlarni qilamiz xudo xolasa. Cho'tka xudo xolasa Qirg'izistonga o'shga oborib beramiz. Xizmatlar bo'lsa mana mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa xizmatlarimiz bor. O'zbekiston bo'ylab qo'shni Tojikiston, Qirg'izistondagi ham bez problem olib chiqib olib beramiz. Turkmaniston, Qozog'iston, Rossiyaga ham xudo xolasa bemalol olib borib o'rnatib beramiz kelishuv asosida. Sog' bo'lasizlar.